Salam, hürmetlik aziz tomoshabinlar. Sizlarni ko'rib shunda xush bo'ldim. Hayojinim ishimga patmayapti. Ben dunyoda bunday xush bo'lib boqmabdimanki. Chunki bugungi kechiligimga meni beqib cho'ng qilgan ota-onam, meningki kasbiy jihatda meni tarbiyalab yetishtirgan Xalmuratkan boshliq ustozlarim, Şinjanning har qaysi hududlaridan kelgan san'atkor cho'lponlarimiz, ustoz aka-hadlarim, ziroq yaqindan kelgan aloqalarim qatnashib hammanglarga men Ro'zaxon Tudaxondan o'tliq salom. Rahmat. Bugun men to'lim xursand bo'ldim. Endi bunda bir narsa o'ylab qo'yapman-da. Mashhad o'tagan tomoshabinlarimiz sizlar shu dunyodagi bir baxtli bir odamlar ekansizlar. Undan desam milliardning tomoshabini bo'lganimiz uchun mushtaq bo'lib qoldikmi deb xato tushunib qolmanglar. Chunki bir odamning ajri uchun, bir odamning hurmati uchun, bir odamningki izzatini qilamiz, madad beramiz deb oltindimi qimmat vaqtlarini ajratib, ne muhim ishlarni tashlab qo'yib, bir dastidan atir purab turadigan gulni ipkagidek qalbi bor odamlardan baxtli odam bo'laman. Rahmat sizlarga. Kel chiroyli davoldim men gapimni. Chiroyli chaqchaqamoq oson-mi? Chiroyli gapirmoq tez-ku. Biz birinchi qitimliq milliard saknisini 2021-yilda suratga oldik. Bu chaqda 20 tomoshabin bilan qilgan. Mislanga kon cho'pqatlarimdan shu Shamsiyadam, Nurnisadam, kon g'iriyadalarimda Xalmuratgam, Qaysarkam, Gulsham, shular bilan. Ikkinchi qitimliqda 5 odamni ko'paytib 25 tomoshabin bilan uni qilib olgan. Bu da 125 dan ortiq tomoshabinlarimiz keldi. Hammanglarga mendan yana bir navbat rahmat. Akalarimga ko'p rahmat. Ablatkam bayan nayt anglab turdim. Chiroyli, nayt fasohatli katta gaplar bilan boshlab berdi. Endi Ablatkam bir til ustasi, liqidi ishida bir bilimi bor, bir biz taptatadigan bir akimiz. Bo'libmi shu Shamsiyadam, Nozgul, Nijat Valiyaqub, shu riyosatchilarning hammasi bek cho'ng bildi. Ablatkamning bilimi jiqda ishida. Endi bular davomli bir ishlar besh qassam shu Ablatkam bilan paranglashib hal qildi ekan-ku bu ishni. Nayt ishidagi bilimni ayab qolmay beriydi. Yoshlar taraqqiysin deb. Shunga men nima bir paranglashib baxmayman shu Ablatkam bilan deb xato ditlabdim degan Ablatkamni. Bu Ablatkam bilan paranglish uchun yomon nurg'un saviyaga ketadiga qara. Paranglashdim Ablat aka desam, bunda bir turish Ablatkamning. Amdan gapim qilgankin, ha darada besh chiqdi. Shuna bilan dedim-da aka, men deb tirishyapman, lekin yana o'zim rozi bo'lganda qilaman. Men qanday qilsam bu chaqchaqni texmi payzda, texim cho'ng sakillarda o'rindami deb oddiy bir gaplarni gapirdi-ku deb Jag'istondagi saviyarim bilan so'rayapman. Hamda Ro'zaxon bu chaqchaq degan bir abstrakt uqumdi dedi. Cho'rt bilmayman ki men abstrakt deganni. Bilmedim aka deydisem kendiki gaplarni depamaydi-da. Qasddan bilgan gap fikr oldim. O aka abstraktning bu nima e'tiboring bo'ldi deb. O bultu abstraktni jutirib qo'yapman. Qaratkamning bir abstrakt vatga kiysam yomon cho'ng menga. Ben aştaq tushunmayman-da o abstrakt deganni. Shuni aka deb, endi oxirini depagin demamda, keyindi men hazm qilaligidek gaplarni deydi-ku deb oxirini depagini aka desam. Endi bu sening shaxsig'ini konkretlashtirsak, saqan bu ijobiy, salbiy tarafdan chiqib, shu nuqtai nazariyasidan o'tib, eski buning funksiyalik, sithilik taraflaridan konkur analiz qilsang bu shu bir turg'unlik ega, tundurma madaniyat etilumi egasi edi. Sizlar tushundinglarmi bu gap? Dada, umringda anglab boqmagan gaplar. Bu yuribdi yashamoq yomon tez. Shuni bilan qanday qilma tushunmayman. Rahmat, to'g'ri aka shu debchi, tushungan qiyofat kirib, rahmat Ablat aka, itlumiga yomon muhim ekan-da.
ketip qanda qilma yaşam sedem tılıp urma ya ustazım Halmuratkam urma. Halmuratkam işte deydo itlumga dedi istihillik dedi. Nim degene etsem halkam hem de manga Jag'istaychi bilgan ekan ishkimiz. Jag'istaychi tushuntirib qo'ydi. O ashta qilib oblatchini 3 yil degandim men. 3 yil ketibdi. Savadim chiqarib oldim hozir. Sal turib funksiyalik nuqtalardan chiqib chiqsa turadi. Itlum yegani o'zinglar arvinglar. Men bilmayman hozir. Nijatkam Niyaz hammamiz yaxshi ko'rgan bir yaxshi davyan, yaxshi rejissor akamiz. Uning sirtida nurg'un san'atkorlarning to'nilishiga sababchi bo'lgan. Shundaqmi? Endi Nijatkam bu da küldür programmasiga bizning ustoz Halmuratkamlar bilan baholg'uchi bo'lib, boshqadan bir rang kirgizdi. Uniga Nijatkamning bir e'lon qilib qo'yay aka, Nijat yulduzi deb o'zining badiiy bir suratxonasi bor. Bilmizmi uni? Yaplaq tildisak Nijatning yulduzi bo'layotganda u. Men ayolga Amerikaga masih deganlarga qiziqmayman men. Shu sunniy amra chiqirdi ekan ular. Bizning odamlarning shaxsiy yulduzi bo'lib ketdi-da hozir. Halmuratgam ishkilan bo'lsak, mingdek yulduz qo'yib tashlashgan ekan. Laqada. Nimachi jiq yulduz akasak, vafka 300 nagan, yaman tug'digan nimaga bu yulduz? Sayışxanı sitvatıdı, Haruk silib. Nijatning yulduzini yig'ilib. Gerilik. Hiç öz yanıdı. Özünüz çoğunluk kıldıgan yulduzlar var. Apa çavak çep koy. Pul tapsam sizlerine bakamam ama. Ablatkamga, Nijatkamga çaqçaq qilib qo'ydim aka. Yulduzingiz texim egiz bo'lsin. Ras setib men ko'rdim. Harg'u yulduz. Ne yulduzlar mana? Ma ig'ir bo'lsak yulduzlar mana Nijatkamning yulduzlari ma bor. Ma yomon jimirlaydigan yulduzsan. O alqi Guljamaldan yulduz qo'shilgan. Hamragul adam, meniki yuragimdan yaxshi ko'radigan hurmatli adam. Hamragul adam yaxshi san'atkor. El to'nigan bizniki güzel bir naqshadimiz bo'lishini sir san'at o'qituvchisi edi, shundaqmi? Hamraguldan, Dilshodkam, men Shamsiyadamlardan men xizmatdosh. Nova programmasida Hamraguldan, Dilshodkam ikkiz baholg'uchi. Shamsiyadam muqim riyosatchi, men hata depirdigini. Asho qanday kim yetishmasa shuningga yurib qilaman-da bu ishni. Muqim bir kasbim yo'q. Shu chaqda Hamraguldan men bir bilimni o'rganib olgan. O'zi uqmaydi. Nima bilimsanglar bu sahinda qanday kiyim kiyish, sahinda qanday hurmat qilishni Hamragul adam o'rganganman. Rahmat edi. Da qo'shib ketma oxiri bor-da bu gapni. Ana bu gapimga Dilshodkam guvoh. Nova programmasiniki bir yengillik san'at kechiligini o'tkazib, Hamraguldan bir naqsh etilgan bo'ldi. Vatanda bahorini aytding-da. Ashu bir naqsh uchun, ashu sahinning hurmati uchun Shanxaydan bir sahin kiyim tiktirib keldi Hamraguldan. Endi el kiyim, endi meni mishadilli boshlandi qara. Mushundoqda. Moshto. Diyameti, moshto. O'sha. Düp tugurek. Yuğam. Mening to'pi Hamraguldan, may gan ko'ynak. Ben Dilshodkam bilan bir yerda o'tirib qolibdim. Shunday, işte aytib Hamragul. Vatanda bahor. Ağzıga dövüp tükürek Hamragul'damga bir gülni açıp kucaklap söyüp qaytish mümkün emas. O köynekning uyg'onligida. Gülni açıp hadi ma gülni bak. Hamragul'dan mana. Hadi yo'qda mana. Bahar ilham ya taşlara yetmeydi qo'ling taşlara bak. Taşlar. İlimi inişib qo'yamaydi, g'ingsim etib. Dilshodkam mekana deydi, nima etsam, Dilshodkam o't chaqchaq qildi. Hamraguldan bir to'nog'ul tushyapti. Meni ustozim qayda o'tadi, to'g'ri ko'ramayman-ku.
Yaman katta yerlerde oturupsa aka. Közünün gepini qilmayman Dilshatgan boy aka. Demayman aka. Ya, sen qaysan aka. Mening ko'zim ko'rmay qoldi. Dilshatgan mana ko'p qirliq san'atkor desa, bu Dilshatganni desa, bo'lamdikin deyman endi. Meni hukm qilish huquqim yo'q. Mayli xalq naqshi etsin, mayli muqam etsin va yoki ijodiy 80-yillarning naqshlari etsin, birsidimi puchak bir yeri yo'q. Ko'z uyquda deb dey chiqadi. Ko'zga munosabatini yomon chiqayotgan. Qari ko'z deb bir naqsi bor. Oy, qari ko'z ko'rishga munosabatli naqshlar jiq. Bir tush ko'rdim, ayam bo'ldi. Saqsaq qo'ydim aka, aman bo'lgin, salomat bo'lgin. Ahadkan bilan Gulbakramdan ikkisi Xotandan kelibdi-da, mana yomon qo'shildim. Endi bu ikkisida bir qiyinchilik bor. Nurg'un tomoshabinlar Ahadkan bilan Gulbakramdan erayal deb qoldiga qara. Ras, bek yardı yutdi shu obraz mayli lapar o'yinsin, mayli yetib o'yinsin. Hozir bular tushuntirib bo'lamay qizil qog'ozni yanchiq sepib yuradigan bo'pti. Mana ko'ra, mana meni Gulbakramdan ma'vo. Emas bizni. Bir kun Ahadkan o'zining ayoli bilan ketibsa, gap chiqib ketibdi. Ahad baqa jirish ketibdi. Ahmadchikam, Ahtam, biz kichigimizdan tortib Ahmadchikamning naqshlarini anglab ching'agan. Men to'niganda Ahmadchikamning chashpasini mashtaqdi. Bir buzilmaydigan bir chash, ya, oqshom beshiq tagi qo'ymay yotamdi. Men naqshi mashqni hozirgacha to'xtatmabdi Ahmadchikam. Men işte anglayman. Bu bir zo'r tirishchanlik-ku. Unisiga Ahmadchikamning har vaqtda yetilgan naqshlari yana ayrim-ayrimga. Keç saat 2'ler kopyalip her akşamı Arzuga da yetin Ahmetcan tang etib ketdi bo'ldi, etaveramsiz. Siz derizni munda qarab oyni ko'r qilib, aydanki yechida. Tangata yaqin tang sabasi. Mashriqdan kelgandan onamatga aytgancha aytib to'xtab qolgan. Mening yani kimlar qoldi? Savirdikan baka. Seni ko'rdim, sen paqiraysan-ku aka. Hayır iştisi deb o'zining maxsus xas bir programmasi bor, ko'ramiz. Hamma odamga aq ko'ngil. Ashadki operatorlardan tatib choy quyib chiqdi. Aslida Gwenjonga quydi-ku, hozir bir oshxonalar kirsa, boshqa xaridorlar choy quydi degan. Sabtgan akinlara deb. Choy yetishtiramay, hozir choyni eriqda boshlab mangdigan bo'ldi. Choy sal ozda qolsa, javlon chiqib bir yoqilab baqina biz ichib olganda choyni. Aka, tumarisini ichib olibdi deb. Ayoli eriqni beshiq bir choyni tashib tulportga. Savirdan choy tushdimi? Qarab yiqing. Mana Mahmud akam keldi. Men chiroq yo'rg'idi tozi. Menga afsus bo'lib qopti aka. Mahmud akamning endi bir nayt bir feyzi bir ovozi bor. Mahmud akamning bir nasr o'qipasmi, odamni jig'i yamishidi. Odam va tabiat bilan shunday singib ketganda bizning qalbimizga. Mahmud akamdan tilpunni paranglashsangmi, odam va tabiatni anglayotganda his qilsan ekan. Ekan men bayonni Mahmud akam o'qibadi, tilpurib Mahmud akamishda bir ishot etsam, "Ha, Ro'zaxo Yaxshimov akam" deb keyin o'sha Afrika yayloqlarida deydigandeklar. Endi biz qiziqchi bo'lgandan keyin o'zimizning tafakkuriga akirib, ashta o'ylaymiz-ku, o'zgartib. Mahmud akam favqulodda da'vatime. Yilqi o'qituvchi bo'lib qolsa-da, masalan, matematika o'qituvchisi bo'lib qolsa, Mahmud akam do'stga chiqib, o'quvchilar hozir darsni boshlaymiz. Matematika dars Amazon daryosidagi cho'ng anıtımsaq 10 tuxum chiqadi. Bu ehtiyotsizlikdan bosirish jarayonida 4 tuxumni chiqib oldi. Sen ne tuxum qoldi? Aşağı qilsa dersizmi? Afrika yayloqlarga oltishir birlashib 300 kiloluk bir kalni yevatdi. Tang bir kal necha kilodan go'shaydi? Nurnis adam, meningki bir yurak adam.
bek yaxshi ko'raman Nurnis adamni. Dadamma vahshiy yaxshi ko'rdi Nurnis adamni. Nurnis adamni yaxshiroq yig'laydi dadam. Dehşe yıkıp getirip geldim. Acayip itibat edeceğim ama Nurnis vay vay. Haysın aksi dada sen Titanic yıkılamış. Ay was fay diye yerin ama iyi tutar. Nimidiga atken Nurnis'a oya bir görüştügen bolsan. Ya bu Titanic'dan Nurnis'a özü öğretmegen bu. Acayip. O mana Hamragul adamdan men anılgan. Bu Titanic degan naqshini o'rindimak yaman tez. Shundaq qo'yadi, bu bir xalqaroliq naqsha. Unisiga bir dengiz okeanda bo'lgan naqsha bu. Ay shuni Nurnisa'dan mushta 40 kilometr Şinjan'da italaydi. Turpanda meşeke çuqum kömülüp iti tuttu. Şu degan qo'lda kullik. Ular keram ag'inamişlar akilib bir ko'lga Nurnisa'dan nakilib bir tangimni silib meşeke seqo'da atadan ko'lda ata bo'ladi. Azroq aqandikilarni o'rib etinglar dedi o'rib atlar. Kashqir qo'limizni pijiktor hayot qolganlar bormi? Hayot qolganlar bormi? Nurnisa'dan tangimni o'tib deb adam qaytadi.